Ingliz tili o'rganuvchilari tomonidan xato talaffuz qilinadigan top 5 ta so'z. Ikkinchi qism. So'zlarni birinchi siz o'qib ko'rasiz, keyin esa men to'g'ri talaffuz qilinishini o'rgataman. Demak, birinchi so'zimiz comfortable. Comfortable. Guys, bu comfortable yoki comfortable emas. Comfortable. Ikkinchi so'z. Disease. Disease. Bu disease yoki boshqacha talaffuz qilinmaydi. Bu disease. Uchinchi so'z. Support. Support. Guys, bu support yoki support yoki boshqacha support deb talaffuz qilinmaydi. Shu joyda bitta narsani o'rgatib ketishim kerak. Ikkita undovchi harf ingliz tilida yomon kelib qolgan paytda bittasi talaffuz qilinadi. Xuddi hozirga o'xshab support. Keyingi so'zimiz debt. Debt. Bu debit o'qilmaydi, debt. Va oxirgi so'zimiz graduate. Graduate. Guys, yaqin kunlargacha men o'zim graduate deb yurardim, haqiqatan ham. Lekin bu graduate. Graduate. Ko'proq xuddi shunday foydali videolar uchun obuna bo'lishni unutmang. See you at the top.